Yana bir bor menga oyin uloqtirsang, o'zingdan ko'r. Stark, Qachon tanishishga ulgurdik? bilasanmi? Bizning tavqi la'natimiz hamma narsani fahmlay olishimizda. Qanaqasiga Thanos Tony Starkni taniydi. Qasoskorlar abadiyat jangi filmida Thanos vaqt toshi uchun Titanga kelganida qasoskorlar va galaktika qo'riqchilari uni qarshi oladi. Oldinroq u galaktika qo'riqchilari bilan to'qnashishga ulgurdi, shuning uchun ularni bu yerda yaxshi biladi. Lekin qasoskorlar orasidan faqatgina Tony Starkni ismi bilan chaqiradi. Qiziq, u Tony Starkni qayerdan bildi ekan? Fanatlar Thanos 2012-yilgi bosqindan so'ng Tony Stark haqida bilib olgan, shuning uchun bu yerda uni ismi bilan chaqirdi deb bu savolga javob topishdi. Lekin bu mavzuga chuqurroq kiradigan bo'lsak, hammasi siz o'ylagandek bo'lib chiqmaydi. Thanos Tony Stark aslida Doktor Doom ekanligini oldindan bilgan. Thanosning asl maqsadi koinotda muvozanatni saqlash bo'lgan. Qasoskorlar qiyomat kuni filmida esa Doktor Doomning maqsadi multi-olamni o'z boshqaruviga olish bo'ladi. Ikkita koinot kelajagi uchun qayg'uradigan yovuzlar esa bir-birini yaxshi biladi. Thanos Tony Stark ham uning yo'lidan ketayotganligini biladi va bu ishini hurmat qiladi. Tony Starkning o'tmishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u ko'pincha barcha narsani o'z boshqaruvida ushlashni yoqtirgan. Stark Industries'da qurollar ishlab chiqardi va barcha qurollar menda deya o'zini hukmdor deb his qila boshladi. Qasoskorlar Ultron davrida esa Yer sayyorasini Ultron yordamida o'z himoyasiga va boshqaruviga olmoqchi bo'ldi. Garchi bu ish natija bermagan bo'lsa-da, fuqarolar urushida Tony qasoskorlar shartnoma bilan ish ko'rishlarini tanladi, Kep esa ozodlikni. Finalda u xotirjam hayot kechirayotgan edi, lekin hammasini to'g'rilashning vaqti kelganida u yana ishga kirishdi. Tony Stark nimaiki qilmasin insonlarni qutqara olmasligini tushunib yetdi. Bu ishni amalga oshirish uchun esa ular ustidan hukmronlik qilish kerakligini angladi. Aynan uning mana shu ishi Thanosning bizning tavqilonatimiz hamma narsani fahmlay olishimizda degan gapini tasdiqlaydi. U Tony Starkda bo'lajak Doomni ko'rgan. Qasoskorlar final filmida Tony o'ldi, lekin boshqa bir multi-olamda Tony Starkning barmoq chertishdan so'ng tirik qolib Doomga aylangan versiyasi bo'lishi mumkin. Tony Stark biladi, qahramon bo'lib dunyoni qutqarishning iloji yo'q. Shunday ekan, uni o'z boshqaruviga olish kerak. Bizga ma'lumki, Marvel filmlarida chiqqan deyarli barcha yovuzlarning o'ziga yarasha yovuz bo'lish uchun motivatsiyasi bo'ladi. Yaqinda esa Doktor Doomning motivi qanday bo'lishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, Kapitan Amerika o'tmishga qaytganida u yerda yashab qoladi va yangi vaqt oqimini hosil qiladi. Bu esa Doomning oilasi qurbon bo'lishiga sabab bo'ladi. Doom oilasini yo'qotgani uchun anchagina qayg'uradi va bu ishlarning ortida kimlar turganligini aniqlamoqchi bo'ladi. Fantastik to'rtlik filmining voqealari paytida u Kanglar korpusiga boradi. Ular oldin vaqt qo'riqchilari bo'lganligi uchun ularni bu ishda aybdor deb biladi va korpusni tak-tugi bilan yo'q qilib yuboradi. Lekin bu bilan multi-olamda vaqt buzg'unchilari yo'q bo'lib ketmaydi. Ularning katta qismi 616-olamdan ekanligini bilib oladi. Doom 616-olamga o'tish uchun yechim qidiradi va yangiliklardan Reed Richards va Sue Stormning bolasi haqida eshitib qoladi. Galactus bolani talab qilmoqda, demak bu bola kuchning manbai ekanligini biladi. Doom Franklinning oldiga keladi va u orqali teleportatsiya qobiliyatiga ham ega bo'ladi. Uning navbatdagi o'ljasi esa Steve Rogers. Qasoskorlar final filmida Hulk qadimiy ustozning oldiga vaqt toshi uchun borganida, sizga toshni bersam o'zimizniki xavf ostida qoladi. O'tmishdagi har bir qilingan o'zgarish yangi vaqt jadvalini hosil qiladi deb aytadi. Hulk toshlarni qaytarishga va'da beradi, lekin bu orada Loki Tesseract bilan qochib ketadi va yangi timelaynni hosil qiladi. Chunki Loki serialida TVA tashkiloti mavjud ekanligi va ular paydo bo'lgan yangi shoxlarni kesib, balansni tiklashini bilib oldik. Loki esa serial oxirida barcha shoxlarni ushlab turdi va yangi paydo bo'lgan olamlar endi yo'q bo'lmaydi. Bu yaxshidek ko'rinsa-da, bir tomondan ancha xavfli. Steve toshlarni ortga qaytardi, lekin Loki sababli multi-olamda xavf bartaraf etilgani yo'q. Ustiga ustak Stevening o'zi ham o'tmishda qolib, timelaynni buzdi va yangi shoxni hosil qildi. To'g'ri, qasoskorlar o'z olamlarini finalda qutqarishdi, lekin bu bilan o'nlab yangi olamlarni paydo qilishdi. Bunaqa olamlarning ko'payishi esa ular o'rtasidagi jangga olib keladi. Bu esa multi-olam jangi deb ataladi. Komikslarda bunday jang barcha olamlarning birlashishiga olib kelgan. Doktor Doom esa ular orasidan eng sara jangchilarni tanlab olib, o'zining urush deb nomlangan dunyosini qurgan. Bularning barchasi esa Qasoskorlar maxfiy urushlar filmiga olib boradi. Qasoskorlar final cheksizlik sagasini yakunlab bergan bo'lsa, bu film Marvel kino olamidagi barcha voqealarni yakunlab beradi. Aniqroq aytganda, maxfiy urushlar filmi bu haqiqiy final. Yaqinda esa Doktor Doomning Qasoskorlar qiyomat kuni filmi uchun to'liq kostyumi taqdim etildi. Kostyum to'liqligicha komikslardagi
ko'zoynagidek yasalgan. Marvelning ushbu krossoveriga ham 1 yildan ko'proq vaqt qoldi. Film premyerasi hozircha 2026-yilning 18-dekabriga mo'ljallangan. Agar film haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kanal manzili video ostida. Shu bilan bugungi qisqagina roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Rolik sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qiziqarli roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.